Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Germaniyada nemis harbiylarini Ukrainaga yuborish shartlari aytildi. Bavariya bosh vaziri va Xristian ijtimoiy ittifoq yetakchisi Markus Zyoderning aytishicha, Ukrainaga qochqinlar qaytganda va o't ochish to'xtatilgandan keyin Germaniya harbiylarini Ukrainaga yuborilishi mumkin. Biroq u bunday qadam faqat harbiy xizmatga yaroqli ukrainalik qochqinlar Germaniyadan Ukrainaga qaytgandan keyingina mumkinligini ta'kidladi. Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya harbiylarini Ukrainaga yuborish masalasi Ukrainaga berilishi mumkin bo'lgan xavfsizlik kafolatlari doirasida muhokama qilinmoqda. Bu kafolatlar o't ochishni to'xtatgandan keyin Ukraina hududida ko'p millatli kuchlarni tuzish va joylashtirishni ham nazarda tutadi. Germaniya rasmiylari hozirgacha nemis harbiylarini Ukrainaga yuborish masalasiga aniq javob berishdan qochib kelgan. Bu masalani ochiq qoldirib kelmoqda. Rossiya esa Yevropa kuchlarining Ukrainada bo'lishiga bir necha bor qarshi chiqqan. Zyoderning bu bayonoti Germaniyadagi harbiy xizmatga yaroqli ukrainalik erkak qochqinlarni Ukrainaga qaytarish bo'yicha ishlab chiqilayotgan takliflar fonida yangiradi. Nemis yosh yigitlari Ukrainaga yuborilishidan oldin Germaniyadagi ukrainalik yosh yigitlar o'z vataniga qaytishi kerak, dedi Zyoder, Bundestagdagi Xristian ijtimoiy ittifoq fraksiyasining Zion monastirida o'tayotgan yopiq mintaqaviy yig'ilishida. Zyoderning fikricha, yosh ukrainalik qochqinlar o'z mamlakatini himoya qilish uchun vatanga qaytishi lozim. Shu bilan birga u Germaniyaning majburiy harbiy xizmatdagilar ishtirokidagi ko'p millatli kuchlar tarkibida qatnashishini qat'iyan rad etdi. Hech qanday holda bunday bo'lishi mumkin emas. Bu noto'g'ri qaror bo'ladi, dedi u. Biroq o'z chiqishida Zyoder Germaniyaning Ukrainada sulhni ta'minlash jarayonida ishtirok etishga prinsipial tayyorligini tasdiqladi. Bu xavfsizlikni ta'minlash uchun askarlar bo'ladimi yo yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi, deya xulosa qildi u. Zyoder 2025-yil sentyabrida Bundeswehr NATO harbiylarini Ukrainaga joylashtirish ehtimoliy missiyasida qatnashishga tayyor emasligini aytgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya buni qabul qilmaydi, chunki bunday qadam Ukrainani NATOga qabul qilish yo'lidagi ilk bosqich bo'lar edi. Avvalroq Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Germaniyaning Ukrainada joylashtirilishi mumkin bo'lgan ko'p millatli kuchlar tarkibida qatnashishini faqat nazariy, gipotetik ehtimol sifatida baholagan edi. Bundeskansler Friedrich Merz ham Bundeswehr bunday kuchlar tarkibida ishtirok etishi mumkinmi degan savollarga bir necha bor aniq javob bermay, masala murakkab ekanligini aytgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligida esa NATOga a'zo davlatlarning qo'shinlarining Ukrainada joylashtirishining har qanday ssenariysi Rossiya uchun mutlaqo nomaqbul ekani va keskin eskalatsiyaga olib kelishi ta'kidlangan. Buyuk Britaniya va Yevropaning boshqa davlatlarida yangiragan bunday bayonotlar Rossiya tashqi ishlar vazirligi tomonidan jangovar harakatlarni davom ettirishga undash sifatida baholangan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham Kiyev rejimining qaror qabul qilishi va muzokaralarni boshlashi kerakligini, Rossiya qurolli kuchlarining hujumlari fonida Kiyevning erkin qaror qabul qilish imkoniyatlari qisqarib borayotganini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, bu Kiyevni tinch yo'l bilan masalani hal qilishga majburlash, urushni davom ettirish esa Kiyev uchun ma'nosiz va xavfli. Rossiya tashqi razvedka xizmati matbuot byurosi 2024-yilda G'arb Ukrainani jangovar salohiyatini tiklash uchun mamlakatda taxminan 100 ming kishilik tinchlikparvar kontingentini joylashtirishini ma'lum qilgan edi. Rossiya tashqi razvedka xizmati buni Ukrainaning amaliy ishg'oli deb baholagan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi esa tinchlikparvar kuchlarni joylashtirish faqat mojarada ishtirok etayotgan tomonlarning roziligi bilan mumkinligini qayd etgan. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.